Eski Bryce ruhiy kasallar shifoxonasida bo'lgan holat. Brian va Michael ismli bu do'stlar 2016-yilda Amerikaning Alabama shtatidagi juda ham mashhur bo'lgan eski Bryce ruhiy kasallar shifoxonasiga borishga qaror qilishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu shifoxona o'zining faoliyati davrida minglab bemorlarga xizmat ko'rsatgan bo'lsa-da, u tez orada yopilgan, chunki bemorlarga vahshiy tarzda muomala qilganligi uchun faoliyati ko'pga cho'zilmagan ekan. Shu sababli bu tashlandiq bino Alabama shtatidagi eng qo'rqinchli joylardan biri ekan. Voqeaga qaytadigan bo'lsak, Brian va Michael bu hududga kirib kelishar ekan, u yerda hech kim yo'qdek tuyuldi. So'ng ular avtomobildan tushib, birinchi bo'lib mana shu binoni yerto'lasidan ekspeditsiyani boshlashga qaror qilishdi. Kasalxona 1970-yillarda yopilganligi uchun binoning hozirgi holati xohlagan va kutilmagan holatda bino qulab ketadigandek ko'rinardi. Binoning markaziy konstruksiyasi juda ham og'ir holatda bo'lsa-da, ular yuqori qavatga chiqishdan qo'rqishmadi. Ammo ular yuqori qavatga chiqishar ekan, ularning asosiy tashvishi endi eski bino emas, balki boshqa bir dahshatliroq xavfga o'zgardi. Look at this staircase out here. Oh shit. What? There's somebody there. No way. Yes, see that light? Ular zinadan chiqib oyna tomonga yaqinlashar ekan, narigi tarafdagi binoda fonus ushlab turgan odamning sharpasi ko'rindi. Va bu topilmaning qo'rqinchli tomoni shundaki, Michael kamerani chirog'ini o'chirganda, qarshi tarafdagi odam ham fonusini o'chirdi. Bu esa xuddi men sizlarni kuzatib yuribman, ammo o'zimni kimligimni bildirmoqchi emasman deganidek bo'ldi. Michaelning tasvirlaridan birida ular zinadan yuqori qavatga chiqishlari bilan o'sha oynadan fonus nuri aniq kelib turganini ko'rishimiz mumkin. Faqat bu fonus o'sha odamdan kelganligi noma'lum edi. Fonus ushlagan odamdan hech qanday javob olmaganidan keyin Michael va Brian o'zidan xavfsiragan holda bu yerni tark etishga qaror qilishdi. Lekin bundan ham qiziqrog'i, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu fonus ushlagan odam nima uchun o'zini kimligini ko'rsatishni xohlamadi? O'zingizning fikringizni va javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha